Assalomu alaykum. Hammalarga xayrli kun, yaxshimisizlar? Menga ko'p tushadigan savollardan biri gialuronkali kollagenlarda rangi o'zgaribdi. Bu qanaqa, nimaga foyda degan savollar kelyapti. Qaranglar, bu doimiy ichib trendga chiqqan kollagenimiz, gialuronka kollagen. Bunda C vitamini bor, o'zining ichida gialuronkasi bor. Masalan, qolgan kollagenlarga C vitamin qo'shib ichishingiz kerak bo'lsa, bunga qo'shib ichishingiz shart emas. Oyoq og'riqlari, soch to'kilishlari, tirnoq sinishlarini oldini oladi. Undan tashqari yuzdagi mimik ajinlarni yo'qotadi. Yuzga botoks effektini berganligi uchun 15-20 kun bo'lmasdan o'z natijasini olasiz. Endi yangi kelgan kollagenimizchi, yangi kelgan kollagenimizda bunda yo'q, yana 3 ta vitamin bor. Bu gialuronka kislotasi, qarang, bunda o'zi 3 tadan oshiq vitamin bo'lsa, endi bunda yana qo'shimcha 3 ta qo'shilgan bo'lsa, bunda glitsin bor. Glitsin bilasizlar, uyquni yaxshilaydi, asablarni tinchlantiradi, yana hali xotirjamlik beradi ayolga. Undan tashqari yana qo'shimcha vitaminlardan bu ko'proq oyoq og'rishlarini og'riqlarni qoldiradigan bo'lsa, bu beauty, figuralar, yuzlar yana ham tiniqlashtiradi, sochlarni yana ham jilokor qiladi bu kollagenimiz. Undan tashqari folik kislotasi qo'shilgan bunga. Propin degan yana yangi 3 ta ayollar uchun, ayollarni ichki organini yoshartirish uchun yana shunaqangi ajoyib vitaminlar ichiga qo'shilgan buni. Shuning uchun yangisi ham, eskisi ham, ikkalasi ham juda ham effekti zo'r kollagenlardan zakaz berishingiz mumkin. Bemalol atiga 289 ming so'm, lekin buning ichida 20 ta bo'lgani bilan 40 tani effektini beradi. Omega bilan qo'shib ichsangiz yana ham tezroq natija olasiz.